Abdulla Abdurayimning naqshkechiligiga bir cho'ng opamiz kiribdi-ku. Qizini elib, navrisini elib, belat elib kiribdi-da. Bir ko'ray hamda uzun yillar o'tdi, kechilik ko'magin deb kirib, Abdulla Abdurayim naqshkechiligi hozir boshlandi deyish bilan tang so'ng qo'lda o'tirgan bir bola yig'ini boshlabdi-da. Yig'labdi bu ayolimda diqqat qilib qopti, yig'labdi. E'lonchi chiqib, yana bir naqshini e'lon qilsin, yig'layotganmish. Usul o'yinsin, yig'labdi, naqsh ism yig'lalib olgan gibi ayolning ochiq kelib ketdi. "Ey balam, nimada qilsiz? Voy men bu naqshkechiligi naqsh angligini keldim, sizning yig'ingiz angligini kelmadim men. Voy bu usul o'yinsin, yig'laysiz, so'rasizmi yig'laysiz, e'lon chiqib, e'lon so'zisiz yig'laysiz, yig'laveramsiz. Bütün esiyadimni yeb bo'ldingiz, men buni ko'ramdim sizning yig'ingni anglaymayman bu yerda balam." desa, bu yig'amda bir sir bor cho'ng opa degidek. Nima sir bordi? Nima yig'amdi bu? Tugimiga qanday yig'a bu? Naqsh deganning ta'sirli yeriga yig'laydi. Nima shu tugimiga yig'a desa, cho'ng opa siz bilmaysiz. Mush sakin naqshda o'tgan Abdulla Abdurayim asli men bo'latdim. Oy, siz Abdulla Abdurayim? Ha. Menga saqma balam. Bizdan yo'qdi. Oy bu Abdulla Abdurayimning naqshdan anglayotganimga 20 yil bo'ldi. Abdulla Abdurayimning chiroyini biz to'laydigan to'saq, sen qanaqsi Abdulla Abdurayim bo'lib qolding? desa, gapmish edi. Men Abdulla Abdurayim bilan bir kunda bir doktorxonada tug'ilgan, bu vaqtimda almishib ketibdi kerak. Navbatdagi nomerimizda hurmatli naqshchimiz Abdulla Abdurayimga beramiz.